Futbol tarixidagi imkonsiz 5 ta gol. 5-o'rin Mixail Lankom. Go'yoki oddiy patkattdek tuyulgan, ammo u to'pni shunday kesib yubordiki, to'p to'g'ri darvozaga kirib bordi. 4-o'rin Papi Sisse Chelsiga qarshi. Uzaro aqli bovar qilmas trayektoriya bilan zarba berdi. To'p bumerangdek qayrilib, aniq devyatkaga kirdi. 3-o'rin Roberto Carlos deyarli burchak bayroqchasidan jinnidek aylangan zarba bilan to'p devorni aylanib o'tib, uzoq burchakka kirib bordi. Chap oyoqning sehri. 2-o'rin Moht Faiz Subra. Uning goli Pushkash mukofotiga sazovor bo'lgan. Jarima zarbasida to'p parvozda 2 marta yo'nalishini o'zgartirdi. Ham darvozabonni, ham fizika qonunlarini aldadi. 1-o'rin Zlatan Ibragimovich. Angliya darvozasiga 30 metrdan o'ziga qarshi bisiklet zarbasi. Bu shunchaki gol emas edi. Bu sof san'at edi.